bizning guruhimizga 24 nafar dam oluvchi bo'lib, 8 nafari qiz bola, 10 nafari o'g'il bola. Jabrlanganlarga raport topshiruvchi Haydarov net qaytishga ruxsat bering. Zilzila paytida, yong'in paytida qattiq harakatlarini qay darajada bajarishini tushuntirishlar olib borildi. Yong'inlar paytida qanaqa qattiq harakatlari to'g'risida tushunchalar berildi va ko'rgazmali mashg'ulotlar olib borildi. Мы выступили в роли маленьких спасателей. Моя задача была потушить огонь водой. Благодаря этому я получил первое место в этом konkursi. Bizning jamoa, ya'ni Burgut jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Biz bu konkursni o'tkazishimizdan maqsad shu o't o'chiruvchilarning qanday xizmat ko'rsatishini o'rganish va kelajakda shu kasbni egallamoqchi bo'lgan dam oluvchilarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. Favqulodda vaziyatlarda qanday chiqib ketish va shunga o'xshash tadbirlar bo'ldi va biz bu tadbirni o'tkazganimizdan va men bu konkursda qatnashganimdan juda ham xursandman.